Mani qabulimga turli tuman odamlar kelishadi. Kimlardir duo umidida, kimlardir tashakkur umidida, kimlardir yana boshqa ma'noda. Ko'plar savol so'raydi. Ko'plar shikoyatlar qiladi. Ana shu shikoyat va savollarning ichida omadsizlikdan shikoyat qilayotganlar ko'p. Ishim yurishmay qoldi. Qarzga kirib qoldim. Bir necha ishni almashtirsam ham hech bola chaqamni boqishga imkon topolmayapman. Boshqalarga aytsam, senga ilm amal qilib qo'ygan, baxshiga bor deyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti degan shikoyat nihoyatda ko'p. Shikoyatini eshitgandan keyin o'zlariga savol berib, o'zini tutishini so'rab surishtirsangiz, ayni shu ma'rifatsizlik, jaholat, kasb nima ekanligini bilmaslik, turmushni o'tkazish bo'yicha shariat ta'limotlaridan bexabarlik va shunga o'xshagan nuqsonlar kelib chiqadi. Mana shu hozirgi boshlagan mavzuimizni borib taqaladigan joyi kasb, rizq. Rizq masalasi va rizqni kasb qilish masalasiga borib taqaladi. Ana o'sha mavzu bo'yicha dinimizni ta'limotlarini bilganlar, ixlos bilan Allohni o'zidan so'rab harakat qilganlarga, ko'plariga Alloh taolo o'sha rizq ro'zini keng qilib qo'ygan, turmushini barakotli qilib qo'ygan. Bu borada ma'rifatsiz, shariatga amal qilmay, turli ko'chalarga o'zini urganlar yuqorida o'zlarini shikoyatlari kabi qarzga botib, oilasida noxushlik, oila a'zolarini boqolmaydi, nafaqasini bera olmaydi, bir yoqdan qarz, bir yoqdan nafaqa, yana boshqa mushkulotlarga o'ralashib qolgan bo'ladi. Ana o'shalarni demak shariatimiz asosida biz tahlil qilib, o'rganib, shunga astoydil amal qilishga o'tishimiz kerak. Rizq masalasiga kelganda, bizi aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi, xalq qiladi. Butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi. O'zi yaratgan narsalarini gultoji, o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi. Toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa degani chumolining kichkinasi. O'shini rizqini ham Alloh yaratadi. Ikkovini orasidagi nima bo'lsa, hammasini rizqini Alloh yaratgan. Demak, inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa, u yolg'onchi bo'ladi. Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Rizqni Alloh yaratadi. Har bir mo'min musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak. Mustahkam turishi kerak. Bandani rizqqa tegishli joyi nima? O'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan kasb qilishni, ya'niki o'ziga atalganini terib olish uchun harakat qilishni kasb deyiladi. Rizqni Allohga bog'liqlik joyi rizq, uni Alloh xalq qiladi. Bandaga tegishli joyi o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan o'ziga atalganini terib olish uchun qilgan insonning harakatini kasb deyiladi. Ana, demak, siz bilan bizni bugungi kungi hayotimizda tanovvul qilayotgan nonimiz ham rizq, ichayotgan suvimiz, choyimiz ham rizq, shirin shakar, turli ovqatlar ham rizq va boshqa kiyim-kechagimiz ham rizq va hayotimizga ketadigan har bir narsamiz rizq. Buni Alloh yaratib qo'ygan. Siz bilan bizga rizqingni terib ol deb buyruq qilib qo'ygan. Halol rizq talab qilish har bir mo'min musulmonga farzdir. Farz.
halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Hadislarda farzun ba'dal furuzi degan, farzlardan keyingi farzdir. Ulamolar bu gapni tahlil qilib aytishadiki, mana shu 5 farz bor-ku. Iymon, namoz, ro'za, zakot, hajdan keyingi farz mana shu rizq talab qilish deyiladi. Yana aytishadiki, farzlardan keyin farz deganini yana bir tavili bu tugamaydigan farz. Bugungi rizqning talab qilishing farzmidi? Bir uxlab tursang yana talab qilishing kerak, yana farz bo'laveradi. Umrning oxirigacha to'xtamasdan farz bo'laveradi. Mana shu aqida mo'min musulmonlarning har birida sobit bo'lishi kerak. Yana qaytarib ta'kidlab aytamiz, halol rizq nima qilib bo'lsa ham emas. Halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan banda sifatida Allohning huzurida osiy bo'ladi. Ana endi o'sha talab qilish yo'lini ham shariat ko'rsatib bergan. Birinchidan halol bo'lsin desa, ikkinchidan demak o'sha halol narsani topish harakating ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ishing ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ana endi o'sha kasb-kor degan ma'nosi shu. Odamlar rizq topish uchun qandaydir kasbni, hunarni o'rganishlari kerak bo'ladi. Inson insoniy jamiyatda yashaydi. Shu hayotda o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan muomalada bo'ladi. Bularning muomalasini ko'pi mana shu rizq kasb qilishga bog'liq bo'ladi. Men inson jamiyatining bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga ehtiyojim tushadi. Unga borib, menga shuna bir uy qurib beringlar, uy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylik deyman. Demak, o'zim yashayotgan jamiyatdagi boshqa bir insonga ehtiyojim tushyapti. Ustalar shundan kasb qilib rizq topib yeydi. Bo'pti deydi. Men nima deydi? Sizni qurilishingizni qilib beraman. Bugungi narx bo'yicha buncha bo'ladi deb shartnoma tuzadi. Ovqat sizdan yoki bizdan, muddati buncha, sifati buncha deb hammasi kelishiladi. Xuddi shu asnoda menga birov kelib, falon ishim bor edi, qilib bering deyishi bo'lsa, men ham o'zimni kasbimga muvofiq ish bo'lsa, shuni qilib berishga o'taman. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan kasbini ishga solib muomalada bo'lib, rizq topadi ham, birovni rizqiga sababchi ham bo'ladi. Mana shu muomala go'zal bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Ana shu ishlardan bittasi o'zi bilmagan ishni bilaman demaslik kerak. Yaxshi o'rganib, mutaxassis bo'lib, ustozlaridan o'tkazib, ustozlari bolam endi sen ham mana shu kasbni egallading. Bizda o'rganding, necha yil shogird bo'lib yurding yoki o'qiding. Mana qo'lingga shahodating, mana duo senga borib endi o'zing shu kasbni qilaver, yetishib qolding, bola chaqangni boqaver desa, ana shundan keyin qilsin. O'zi bilmagan narsani ham men boplab yuboraman, qoyillatib yuboraman deb aldab odamlarning pulini olishga urinmasin. Hozir ko'pchilik shunaqa. Bir ishchi qidirib borilsa, birinchi hozir eng osoni mana shu ko'chaga Madikor bozorga boriladi. Kim suvoqchi desa hammasi men deydi. Bo'pti, yur, qani desa andavayingiz bormi deydi. O'zining andavasi yo'q. Usta emas. Lekin aldab birovni borib, chalabula ishini qilib, pulini olib qochmoqchi. Boshqalari ham shu. Mana shu shaharda katta binolarni men qilib beraman, men shuni o'qib chiqqanman deb buzib qo'yganlar bor. Menga o'zi shaxsan kelib aytdi o'sha muassasani egalari. Bilmabmiz, bu o'shanaqa bilimsiz odam ekan, ancha narsamiz isrof bo'ldi. Qur'oni Karimda o'zing bilmagan narsani bilaman demagin degan. Mo'min odam unaqa qilmaydi, aldamaydi.
ana o'shuna qilib haligi ishim yurishmayotganlarning ko'pi shu. Bilmagan narsasini bilaman deb borgan birov narsasini buzib qo'yib, u to'lab berasan debdi, qochib yurgan bo'ladi. Ana ma'rifatsizlikni bitta ko'rinishi, boshiga tushgan musibati. Endi bildi, yaxshi mutaxassis. Haqiqatdan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan. Bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchini haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib, risoladagidek qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar: "Innalloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi. Chala bula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi, o'sha bitta odamni ishini buzganligi yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Falonchini san manaqa tashab ketdi, sizlar aytayotganlaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi, keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yoqdan rasvo qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kelsa kech keladi, erta ketadi, ishni yaxshilab qilmaydi, ish bajarmasdan oldin pul so'raydi. Hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob-uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yoqqa borib ishlaydi. Mana u notavon yuradi. Takasaltang bo'lib, ish ham bitmaydi, uyni egasi xijolat, falon kuni bitirib beraman degan 2 barobar vaqt o'tib ketyapti, u ish bitmaydi, sifati chatoq. Undan keyin unga yana kim ish beradi? Ana omadsizlikni o'ziga o'zi chorlab olyapti. O'zlari xuddi shu mavzudagi shikoyat. Ya'ni mol dunyo topishim ozayib qoldi, kamayib qoldi, shu iqtisodiy ishlarim yurishmayapti degan shikoyatni aytishadi. Yana savollardan berib aniqlanadiki, xo'p, siz shu ishlarni yurishmaganini doim o'ylab o'zingizga singdirib olgan bo'lsangiz kerak desangiz, ha deydi. Mana bu holatda ish yurishmaganligi bir sababdir, lekin kishilarni o'zini umidsiz holga tushirib qo'yadi. Noto'g'ri tafakkuri bilan, dunyoni ishlarini tushunmasligi orqasidan. Ushbu holatlarda dinimiz ta'limotlari insonni nimaga buyurgan-u, nimaga qaytarganligini bilmasdan inson o'zini o'zi tushkun holatga tushirib qo'yadi. Men ana shu ma'noda savol berib, men bilan suhbat qilgan ko'pchilikka aytdimki, xo'p, siz hozir shu holatda yuribsiz. O'zingizni omadi yurishmagan, ishi orqaga ketgan odam sifatida tasavvur qilyapsiz. Lekin o'zingizni tanish bilishlaringiz, yaqin kishilaringiz, mahalla ko'y ichida hamma sizdan yuqorimi desam, yo'q deydi. Xo'p, sizdan past holatdagilar ham bormi? Ha, bor. Nimaga ularga qaramaysiz? Demak, siz o'zingiz tushkunlik holatiga tortib boryapsiz. Bir ishingiz yurishmay qolsa, shu ishim yurishmay qolganiga o'zim sababdirman yoki Alloh taoloning irodasi bilan bu ish menga o'zi aslida to'g'ri kelmas, buni orqasida bir hikmat bordir degan xayolni, tafakkurni qilmasdan, nimaga meni ishim yurishmaydi, boshqalarniki yurishadi degan xayolga borasiz degan gaplarni aytsam, ha, to'g'ri deyishadi.
Ana shu e'tibordan Rasuli akram alayhissalatu vassalom yaxshi niyatli bo'lishni doim ta'kidlaganlar. Fa'lul hasan deydi arabchaga da, ya'niki yaxshi tafaul qilish, yaxshi umidvorlik holatida bo'lishni yaxshi ko'rganlar. Siz bilan biz ummatlariga ham mana shu narsani tavsiya qilganlar. Har qanday holatda ham shu holatim yaxshi inshaalloh. Bundan keyin bundan ham yaxshi bo'ladi deyish kerak. Dod voy, men yomon holga tushib qoldim. Kechagi kunim yaxshiroq edi, bugun undan ham battar bo'ldi, ertaga undan ham battar bo'lsa kerak degan kayfiyat mo'min musulmon odamlarda bo'lmasligi kerak. Rasul akram alayhissalatu vassalom har juma kunida Kahf surasini tilovat qilishni tavsiya qilganlar. Ulamolarimiz bu tavsiyani hikmatini o'rganib chiqib aytishganki, ushbu Kahf surasida kelgan oyat karimalar, bir necha qissalar bu dunyo hayotida insonlar uchrab turadigan ba'zi bir hodisalar, holatlarni muolajasini qiladi. Insonni bu dunyodagi hayotida o'zini qanday tutish ta'limotini beradi. Boshidan o'tayotgan hodisalarni hikmatini yolg'iz Allohning o'zi bilishini esdan chiqarmaslikka targ'ib qiladi. Shuning uchun har haftada mana shu narsani ilohiy ta'limot, Allohning kalomi orqali esga olib turgan inson hayotdagi mashmashalardan, turli holatlardan o'ziga to'g'ri xulosa chiqaradi va o'zini qiynamaydi, doim yaxshi kayfiyatda yuradi degan ma'noni aytishadi. Kahf surasidagi kelgan katta qissalardan biri Solih banda va Musa alayhissalom qissasi deb ataladi. Qur'oni Karimda Solih banda deb kelgan shaxsni Rasul akram alayhissalatu vassalomning hadislarida Xizr alayhissalom ekanligi ta'kidlanadi. Bir kuni Musa alayhissalom kishilarga va'z qilib turganlarida bir kishi: "Ya Musa, dunyoda sizdan ham ilmliroq kishi bormi?" deb so'ragan. Shunda Musa alayhissalom javob bera olmasdan turib qolganlar. Bundan tushunganki, demak, eng katta ilmlik shaxs shu Musa alayhissalom bo'lsa kerak. Mendan bilimli palonchi bor deb aytmadilar-ku degan ma'no chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo xabar qilib aytdiki, sen safarga chiqqan, o'zing bilan yegulik narsalaringni olib olgin. Ikki daryo uchrashgan joyda qarsang tosh ostida bir bandamni uchratasan. Ana shu bandamdan o'zing ilm olishni talab qilgin, u senga ilm o'rgatadi degan xabarni berdi. Musa alayhissalom bir yordamchi yigitlarini olib, yegulik, oziq-ovqatni olib yo'lga tushdilar. Bir yerga borib, charchab o'tirib, o'zlari bilan olgan ovqatlardan, jumladan baliqdan olib yeb tamaddu qilishdi, hordiq chiqarishdi. Yana turib bir yerga borib, yana ovqatlanmoqchi bo'lganda, "Opga ovqatimizni" deganida, yigit ovqat turgan idishni qarab, "Ajabo, baliq yo'q. Tushib qopti" dedi. Musa alayhissalom: "Ana shu narsa bizni ko'zlagan joyimiz edi. Qaytdik orqaga, o'sha baliq tushgan yerga boramiz" deb qaytib bordilar. Borib avvalgi o'tirgan joylarini qarasa, haqiqatdan baliq suvga tushib ketibdi va Alloh taolo alomat sifatida o'sha baliqning tushgan joyini shunday ochiq holda qoldiribdi. O'sha yerda haqiqatdan bir odamni ko'rdilar, Solih bandani, Xizr alayhissalomni, va Musa alayhissalom: "Senga Alloh o'rgatgan, ta'lim bergan narsalarda menga ham o'rgatgin, ta'lim bergin" dedilar. Xizr alayhissalom: "Sen bunga chiday olmaysan, qiyin ish bu" dedilar. Musa alayhissalom: "Inshaalloh men chidayman, seni shartlaringga ko'naman, nima desang tayyorman" dedilar. Shunda Xizr alayhissalom: "Undoq bo'lsa, men bir ishni qilsam, nima uchun qilding deb so'ramaysan" dedilar. "Xo'p" dedi u kishi, kelishildi.
o'sha yerdan kemaga chiqishdi. Bu qirg'oqdan narigi qirg'oqqa o'tkazib qo'yishi uchun kemachidan yordam so'rashdi. Kemachi shu ishni qilar edi. Ularni ham kemaga chiqarib oldi. Yo'lda ketayotib Xizr alayhissalom o'zlari chiqib egasi yaxshilik qilgan kemani teshib qo'ydilar. Shunda Musa alayhissalom ajablandilar-da, so'radi: "Qiziq odam ekansiz u. Bizga yordam berib, hojatimizni chiqarayotgan odamni mehnat vositasi bo'lgan kemani teshib qo'ydingiz-ku." Deganida Xizr alayhissalom: "Men senga aytmabmidim? Bir ish qilsam nimaga deb so'ramasliging kerak edi", dedilar. Musa alayhissalom kechirim so'radilar. Endi ikkinchi bu ishni qilmaslikka va'da berdilar. Narigi qirg'oqqa chiqib yurib ketishayotganida bir to'p bolalar o'ynashayotgan ekan. Xizr alayhissalom mazkur bolalarning ichidan bir kichkina bolani chaqirdi-da, oldilariga kelganda bir urib o'ldirib qo'ydilar. Musa alayhissalom yana chidab tura olmasdan: "Bu qanday odamsiz? Begunoh bir bolani urib o'ldirib qo'yasizmi? Buni nima aybi bor edi?" degan ma'noda gapni aytdilar. Shunda Xizr alayhissalom: "Men senga toqat qila olmaysan, shartimga ko'na olmaysan demadimmi? Mana yana shartni buzding" dedilar. Shunda Musa alayhissalom: "Yana bir bor kechiring. Agar yana bir shu ishni qilsam, uzrim o'zim bilan bo'ladi. Keyin nima qilsangiz o'zingiz bilasiz", dedi. Xo'p deb borib bir uzoq joyga yetishdi. Bir aholi yashaydigan joydan o'tib, o'sha yerda "Biz musofirmiz, bizni bir ziyofat beringlar, qornimiz och, o'zimiz chanqaganmiz" degan ma'noda gap aytganida, haligi yerning aholisi bundan bosh tortishdi, ularga biror narsa berishmadi. Och-nahor charchab o'sha aholi yashaydigan shahar yoki qishloqni o'rab turgan devori yoniga kelib o'tirib qarasa, devor qiyshayib qolibdi. Musa alayhissalom: "Qani turdik, shu devorni to'g'rilab qo'yaylik" deb devorni yana qaytadan tiklab to'g'ri holatiga keltirdilar. O'zlari och-nahor bo'lishiga qaramay ishlab charchagandan keyin Musa alayhissalomni yana qiziqishlari tutdilarda: "Qiziq odam ekansiz. Agar shu devorni uchun qilgan ishimizga ularni egasidan pul so'raganingizda, haq so'raganingizda o'zimizni ham ishimiz yurishar edi" degan ma'noda haligi devor uchun qilingan ishni hikmatini bilmasdan o'z fikrlaricha Xizr alayhissalomga yana "Nima uchun buni qildingiz?" ma'nosidagi savol berdi. Shunda Xizr alayhissalom aytdilarki: "Endi hadding bitdi. Endi mendan eshit. Kemaga kelsak, kema bir kambag'al odamning kemasi edi. O'sha kuni o'sha diyorni davlatini buyrug'i chiqqan edi podshosini. Barcha butun kemalar podshohlikni ixtiyoriga olinsin degan buyruq edi. Podshohlik vakillari hamma yerlarga borib kemalarni ko'rib, butunini podshohlik ixtiyoriga olib, teshigi, buzug'ini qoldirishlari kerak edi. Ana men deydilar, kemani teshib qo'ydim. Podshohning odamlari kelib qarasa kema teshik, qaytib ketishadi. Agar butun bo'lganda egasidan tortib olishar edi. Endi ana teshik bo'lsa ham kema qoladi. O'sha teshik kema bilan ham egasi rizqini o'zini terib yeb, bola chaqasini boqib boraveradi. Sirtdan qaraganda kemaning teshilishi kema egasi uchun katta musibat. Rizq ro'z topish vositasining buzilishi. Unga yaxshilik qilgan inson uni kemasini teshib qo'yishi yana ham xunuk. Lekin mohiyatiga qaralgan bo'lsa, o'sha kemani to'shib aybdor qilish ila Allohning amri bilan Xizr alayhissalom kema egasiga juda katta yaxshilik qildilar. Ana shu yerda bir insonga mol-u mulkida zarar yetdi. Lekin shu zararning ortidan katta bir hikmatli foyda turibdi.
Dunyoning ishlari mana shunday bo'ladi. O'z so'zida davom etib Huzur alayhissalom aytdilarki, endi haligi bolaga kelsak, u bolani ota-onasi ahli solih, ibodatli, yaxshi kishilar edi. Bola katta bo'lsa, kofir, osiy bo'lib, katta gunohlarni keltirib, ota-onasiga kulfat keltirishi bor edi. Shuning uchun Alloh iroda qildi, amr qildi, men uni o'ldirib qo'ydim, ota-onam undan qutuldi va o'rniga yaxshi farzandlarni berishni va'da qildi. Ana tafsirchilarning aytishicha, o'sha ota-onadan qizlar tug'ilgan ekan, qizlardan keyinroq nabiylar, anbiyolar tug'ilgan ekan. Sirtdan qaraganda, inson o'lchovi bilan o'lchaganda, bir hali voyaga yetmagan kichkina bolani o'ldirilib qo'yishi ota-onasi uchun katta musibat, uni o'ldirgan inson esa katta jinoyatchi bo'lishi kerak. Lekin shu yerda Allohning hikmatini qarangki, mana shu ishni Huzur alayhissalomdek ulug' zotga buyurib qildirdi. Bu sirtdan ota-onaga katta musibat, yetkazilgan zarar, bolasini vafoti bo'lib ko'rinsa ham, aslida kelajakda ularni boshiga tushadigan balo, ofatlar, o'sha bolaning sababidan kulfatlar, noxushliklarni oldini olishidi. Uni evaziga qizlarni ato qilib, keyinchalik nabiylarga bobo bo'lish baxtini nasib etishning bir yo'li edi. So'ngra Huzur alayhissalom aytdilarki, endi devorga kelsak, devorning tagida 2 yetim bolani ko'milgan xazinasi bor edi. Bularni ota-onalari solih insonlar edi. Robbing ularni xazinasini o'zlariga yetib borishini iroda qildi. Ya'ni devor qiyshaygan holda yiqilib tushsa, uni tagidagi xazina ochilib qolar edi. Ochilganda kim ko'rsa uni o'ziniki qilib olib ketib, 2 yetim bola otalaridan qolgan mol-mulkka erisha olmay qolishar edi. Shuning sababidan ota-onalari solih bo'lganligi uchun ularni o'limlaridan keyin ham ularni salohiyati, iymon, e'tiqodi, taqvo, ibodati bolalarining xayriga, yaxshiligiga ishlamoqda. Alloh buyurib, o'sha bolalarni xazinasini devorda qayta tiklatish ila yana o'rnida turib, o'zlari voyaga yetganda oladigan holatga keltirib qo'yapti. Sirtdan qarasa, Musa alayhissalomga o'xshab, bu bir behuda ish. Birovni devori shaharning chekkasini o'rab turibdi. Shaharning aholisi baxil, badbaxt, mehmoniga ham choy qo'ymaydi, o'zlari yalinib so'rasa ham bermaydi. Ana o'shanday bir noqulay insonlarni devorini qayta tiklab ularga xizmat qilingan bo'lyapti. Lekin aslida esa hikmat boshqa yoqda. Har bir narsani tugal biluvchi Alloh boshqa bir hikmatni yuzaga chiqarish uchun mana shu ishni qildirishni iroda qildi. Mana shu va shunga o'xshagan qissalardan, Qur'on oyatlaridan dunyoda kechayotgan holatlar hikmatini siz bilan biz tak tubigacha bilishimiz qiyin narsa. Ojiz insonlarmiz. Shuning uchun bizning aqidamizda boshqa tushgan har bir narsani qazoyi qadardan deb bilish va faqat yaxshilikka yo'yish kerak. O'sha noxushlikka uchragan paytimizga bizga musibat, yomonlik bo'lib ko'rinsa ham, aslida o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, katta bir xavf-xatarni, yomonlikni oldini olish uchun, rahm shafqat, xayr baraka uchun qilingan ishlar bo'ladi. Mana shu kema qissasi, haligi urib o'ldirilgan bola qissasi, qiyshayib qolgan devor qissasi doim yodda turish kerak, doim yaxshi niyatli bo'lish kerak. Doim demak Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda joriy qilib qo'ygan sababiyat qonunini ishga solishga harakat bo'lish kerak. Farovon turmush kechiraman, yaxshi yashayman, baxtli, saodatli hayot tarafdoriman degan odam halol pok yo'l bilan rizqini topib yeyish uchun harakatda bo'lish kerak. Barakat Alloh taolodan keladi. Lekin tushkunlikka tushish, mana falon ishim yurishmay qoldi, piston narsam undoq bo'ldi, kimdir sehrlab qo'ydimikin,
kimdir oldimni bog'lab qo'ydimikin, bu bo'ldimikin, bu bo'ldimikin deb o'ziga o'zi tushkunlikni singdirib olish, har bir qadamidan shumlanaverish, har bir gap so'zdan shumlanaverish bu musulmon insonlarning ishi emas, balki doimo yaxshi, xayr, barakani umidvori bo'lib harakatda bo'lish kerak. To'g'ri, ba'zi bir ishlarda mo'min musulmonlar bir-birlaridan duo so'rasa, ishini yurib ketishi, mushkulini kushoyish bo'lishida xayrixohlik so'rasa, bu yaxshi narsa. Ko'pchilikning duosi ko'l, birini bo'lmasa birini duosi qabul bo'lib qolar, Alloh yo'lini yengil qilar. Lekin haligindek umidsizlikka tushish, shumlanish, men tamom endi ishi yurishmaydigan odamga aylanib qoldim degan narsani o'zini sifatlaridan bir sifatga aylanib olish mo'min musulmon bandalarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo barcha bandalarini ishlarini yurishib ketishini, o'zlari o'ylagandan yaxshi natijalar berishini nasib qilsin. Hammalarimizni faqat Alloh subhanahu va taoloni qudrati bilan, Allohning irodasi bilan bu dunyodagi jarayonlarga ketishga, qazoyi qadarga iymonimizni komil bo'lishini nasib etgan bo'lsin.